Assalomu alaykum, hurmatli Zoir avtomobillari. Sizlar uchun bo'lsa-bo'lsin, xalqqa bo'lsin deb boku nima gap bo'libdi? Nexus uchun nima deyapti? Faqat Zoir avtoga bunaqa. O'zingizda bitta like, papiskani ayamasdan. Mashinamizni 30-40 foiz kraskachasi bor. Lekin 130 ming halol yurgan 4-pakina propan gazga salon qismiga kirayotgan bo'lsa, balonchalar o'rta holatga, lekin pulni juda ham shokolad narxga qo'yaman. 2016-yil Nexus 3 ikkinchi pozitsiya deb o'ylaman. Faqat sizlar uchun bo'lsa-bo'lsin, xalqqa bo'lsin deb. Necha pul qo'yib beray? Buni boku mayda chuyda qilib o'tdimaymiz. 4550 dollar. Yana savdosi bu. Bosinglar, like papiskani ayamasdan. Egardan telefon nomerini pastga qo'yma. Faqat tez telefon qilinglar. Qo'yinglar, bunaqasi kamdan kam.